Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, har doimgidek akalar sotilgan joyidan sizlarga syomkani boshladi akalar. Hurmatli obunachilarimiz, mana kecha kelgan afg'on sonlarimizdan 120 bosh afg'on sonlig'imizdan akalar mana o'zmashlar baraka bo'pti. Baraka bo'lgan joyidan sizlarga syomka qilib yoritib beryapti. Nechtasi baraka bo'ldi endi bularni? Afg'onlarni 36 bosh elga 36 tasi baraka. 36 boshi xudo xolasa Buxoroga baraka bo'lyapti. Dastavkasi ichida yuklayapmiz endi. Dastavkasi ichida. Ha. Akalar 36 boshi baraka bo'pti. Mana shu yerda 36 tami? 36 deylik. 36 bosh akalar. Mana Enavollar qo'yamiz. Enavollar. Ha, enavollar ichida ketdi, to'g'rimi? Mana. Enavollar yo'q, jami 36 bosh. Ko'ryapsizmi akalar mana? Sharoitda mana enavollar mana tepaga yuklangan, qiynalmasdan ketyapti. Dastavka xizmatlari bepul. Buxorogacha bepul, bir simpul olinmaydi. Buxorogacha bepul elga dastavkasi. Buxorogacha bepul. Keyin ko'pchilik telefon qilyapti elga, mana ko'rsatib qo'ying-da. Prosta ulgurmay qolyapmiz javob bergani. Bitta nomer qo'yilganda elga. Ko'pchilik telefon qilgan uspekka bo'lmayapti elga. Iloji boricha kelishaversa, ustida bo'lsa oson bitadi. Lekin xotirjam bo'lganda u obunachilar qaytarib beriladi. Ha, qaytarib javob qaytaryapmiz elga. Endi buni soni hali minta 2 minta basta elga. Qo'limizdan kelgancha kelishsa telefondagilarga javob beryapmiz elga. 36 bosh baraka bo'pti. Eshityapsizlar? Telefon uzr so'rayman, shular nomidan obunachilardan uzr so'rayman akalar. Telefonni olish olmasa akalar, ustiga kelaverasizlar. Lakasi akalar Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev tekstilli chorrag'asidan akalar 500 metr yurganlaringda akalar chap qo'lda qo'yxona akalar. Qo'qon tomondan kelganda chap qo'lda, Andijondan kelganda akalar Quvadan kelganda, shunday kelganda o'ng qo'lda yo'lda betida akalar mana ko'k salafanli qo'yxona akalar. Shunday kelsalar akalar yo'lda betida turibdi, kelaverasizlar. Telefonni ko'tarishmasa mabodo noto'g'ri tushunmaysizlar. Mana Telegramdan elbe misol kelmoqchi bo'lganlar lokatsiya deb yozishsa, shu nomerga lokatsiya tashlab qo'yaveramiz. Lokatsiya tashlab qo'yadi. Telegramdan bog'lanishsa ham bo'laveradi. Akalar Telegramga kirishadi, ba'zida telefon ko'tarishmay qolyapti ekan. Birovga video tashlash, u bilan gaplash, bu xaridor bilan gaplash bo'lib, telefonni ko'tarish olmayapti ekan. Shuning uchun Telegramdan lokatsiya deb yozsalaring, tashlab berishadi, bemalol kelib ko'raverasizlar. Hozir nechtasi turibdi bu qo'yda? Bu qo'yda hozir elbe 45 dona qoldi. 45 tasi turibdi. 45 tasi qoldi. Kelaman degan juda ko'p. Kecha boshlama holda qo'ydi-yu videoda. Kecha payt 11 da qo'ydi. Ko'pchilik endi ko'ryapti videoda. Kelaman degan ko'p endi. Iloji boricha kelib ustida ko'rib olishsa, maza qilishadi. Akalar kelaverar ekansizlar, xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bular nech bilan baraka bo'ldi, sir olmasa. Elbet buni narxi sir. Buni narxi sir. Bizga hozir o'zimiz aytaveramiz. Prosta olgan odam narxini boshqasini indamaydi. Narxini? Ha, lekin Buxoroga baraka bo'ldi. Akalar endi bitta obunachimiz narxini YouTube'ga chiqarmaylar degan ekan o'zi. Mana biz akalar iltimos qilib YouTube'ga chiqarib beryapmiz, endi sotilgan joyidan. Narxini indamay qo'yavering deyishgan ekan, o'sha indashmayapti akalar narxi. Endi kesalar akalar narxini xudo xolasa yengil qilib berishadi narxini. Ishlarni bitirishadi akalar xudo xolasa. Bu tugab qolsa yana mabodo zakaz qilishsa olib kelib berilaveradimi? Zakaz qilishsa qo'ldan kelgancha olib kelib beramiz. Endi bunaqa deydi. Qo'limizdan olib kelib berish keladi, lekin qo'y tovar yaxshi bo'lmasa olmaymiz. Biz o'zimizga yoqmagan narsani olmaymiz. Mana akalar ko'ryapsizlar. Yozib yaxshisini. Buni qanaqa qilib oldi hozir? Tanlab oldimi yo bo'lib oldimi? Qanaqa qilib? Buni ichidan elbet buni deb kecha aytdim videoda 120 tani hammasi bir xil edi. Hammasi bir xil. Lekin shuni ichidan ham o'zing bir xilda qilib saralab berdim. O'zimiz 36 boshni saralab, enabolarni qo'shib turib, bitta qilib narxini kelishdi. Enabolar ham bo'g'oz narxida ketdi hozir aka. Bo'g'oz narxida ketdi endi. Buxorolik akamizga baraka bo'ldi akalar. Baraka toping aka, siz ham ko'rayotganingiz kommentariy yozib qo'ying. Men oldim deb. Elbet, oladigan odam Telegramdan yo telefon qilib, "Uka, menga 10 dona yo 5 dona bir xilda parlab video qilib tashlab bering" desa, shunaqa qilib tashlab berish nimalarimiz ham bor. Telegramdan, WhatsAppdan yozsalar akalar javob qaytardim akalar, xudo xolasa. Kelaverasizlar, ishlarni bitiradi. Elbet, bu ham endi buni kelishni ham qachongacha bilmadim, vaqt soati bilan, lekin ulgurib qolishsin elbet. Ulgurib qo'ying. Bu narsani biz misol o'zimiz ancha orqasidan yugurib, mehnat qilib, boshqa qilib, hali o'zimiz bilamiz-da elbet. Qanaqa olib kelayotganimiz. Oson emas elbet. Olib kelish bunaqa, endi 4 ta 5 ta olib kelish mumkin, lekin bunaqa olib kelish oson emas. O'zbekistonda ham ko'paysin shu elbet. Narxi arzonlasin. O'zimizda ham ko'paysin, narx tushsin buni. Yana aloqa chiqarasiz. Qorasidan so'raganlar, bu qoralar sotilgani yo'q, qoralar, ha? Nechta bu qorasi? 12 bosh qorasi. 12 bosh akalar, mana shularning qorasi kashtanlari bor ekan, mana telefon qilsalar, mana attenni ertalar yorug'da videosi tashlab beriladi akalar.
12 dona qorasi. Qoralari ham o'ta taniq ekan. Qoraga ishqibozlariga. Akalar like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bitta chiroyli kommentariy yozib qo'yasizlar akalar. Gap katta akalar. Xudo barakasini bersin. Havas qilganlar bo'lsa, havas qildim kommentariy yozib qo'yinglar. Bittadan like tirsilab bosib qo'yinglar. Yuklab yuboramiz endi qo'ylar. Ha, hurmatli obunachilarimiz yuklab bo'lindi. Tepaga pastga qilib yuklab. Qo'ylar xudo xolasa qiynalmay ketadi. Optim oladiganlar ko'ryapsizlarmi? Qo'ylar ham mana shunaqa dastlabga qilib berilgan. Yana bittasini olib bering. Bo'ladi. Hozir kelaverasizlar. Mana bu yerda qolganlarni ko'rsatdim. Ekranga nomer qoldiramiz. Bemalol qiziqqanlar telefon qilib aloqaga chiqib kelaverasizlar. Mana sog'liqlar qaranglar. No'g'aylar sog'liqlar. Mana. Chuch. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi syomkalarni ko'rsatib qolamiz. O'zlaringiz e'tibor qilasizlar. Vodiy bo'ylab Andijonda, Qo'qon